Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar. Men o'zim o'qigan kitob Jorj Orwellni Molxona kitobini asarini tavsiya qilib, o'zim o'qiganligim uchun tavsiya qilmoqchiman. Bu voqea rivoji qanday bo'ladi? Qisqacha o'zim o'qiganim uchun aytib bermoqchiman. Masalan, o'sha voqeada bitta firma molxona deylik, molxona haqida bo'ladi. Unda barcha hayvonlarni cho'poni fermer demiş, shunaqa cho'poni bo'lar ekan. O'sha hayvonlar boquvchisi hayvonlarga borgan sari keyinchalik qaramay qo'yadi. Misol uchun ichkilikka berilib ketib qoladi va qaramay qo'yadi. Undan so'ng hayvonlar borgan sari qiyinchiliklarga duch keladi molxonada. Qiyinchilikka duch kelganidan so'ng hayvonlar o'ziga bitta rahbar saylashga qaror qilishadi. Rahbar saylashadi, cho'chqalarni o'zlariga podsho rahbar qilib saylab olishadi. Undan so'ng rahbar o'sha cho'chqalar 7 xil 8 xil o'zlariga moslashtirib qaror chiqarishadi, ro'yxat jadval chiqarishadi. Undan so'ng borgan sari kunlar, vaqtlar o'tgan sari o'sha cho'chqalar ham borgan sari o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni kim o'sha tuzilgan rejalarini, o'zlari uchun tuzilgan rejani cho'chqalar o'zlarining manfaati yo'lida rejalari borgan sari o'zgartirib boradi va qo'lida turgan qolgan hayvonlar ham o'sha cho'chqalardan yana ikkinchi marta aziyat chekishni boshlashadi. Voqea rivoji juda ham nima desa bo'ladi, ichkariga kirgan, haligi qiziqarli, o'qishni tavsiya qilaman. Davomini sizlarga o'qishni tavsiya qilaman. Albatta, axborot resursi markazimizda mavjud. Kirib davomini o'qishinglar mumkin.